Ekranlaringizda Abduqodir Husanov. O'yin boshlandi azizlar. Vamos! O'yin boshlanoq qizyapti-yu, ha? Yomon bosim qilyapti Manchester City jamoasi. Navbatdagi to'p yo'qotish Arsenal jamoasidan. Bashshi o'yin jinni bo'lyapti-yu, ha? Boshlanishiga Abduqodir Husanov ekranlaringizda. Bugun ko'ramiz qanday fantastik o'yinlar qilarkan bu bola. Yana dunyo futbol mutaxassislarining nigohiga tushadi bugungi harakatlari bilan, xudo xolisa. Ajoyib o'yin bo'lyapti. Qoyil Abduqodir. Zo'r o'yin ko'rsatyapti har doimgidek. O'yinning esa 17-daqiqasi. Nima bo'ldi? Bu zo'r. Ustoz va shogird. Pep Guardiola asabiylashyapti. Nima bo'lyapti o'zi bu bolaga? Va yomon bo'lyapti lekin. Abduqodir zo'r. Birinchi bo'lim yakunlandi. Hisob 1-1. Maydonga. Abduqodir Husanov jamoasi g'olib bo'ladi. Abduqodir sal qoldi. Gol o'pmasa zo'r bo'lardi, qoyil. Yana qaytadi. Zo'r Abduqodir. Zo'r olib qo'ydi lekin. Alades. Penalti bor deyishyapti. Abduqodir to'pni olib qo'ydi. Yo. Bosh hakam penalti yo'qligini tushuntiryapti. Arsenal muxlislari esa norozi bundan. Yomon oldi, ko'rdingizmi? Olganini? Sug'urib oldi to'pni. Ko'ryapsizmi aka kimlar zaxiradaligini? Umar Marmush, Savinho, Phil Foden, Ake. Qanday o'yinchilar zaxirada ya? Abduqodir Husanov esa asosiy tarkibda maydonga tushadigan bo'ldi har doimgidek. Qoyil lekin bunga erishish uchun juda ko'p mehnat qildi albatta. Osonlik bilan bo'lmadi bu. Ko'ryapsizmi, yana olib qo'ydi. Yomon qilyapti lekin Abduqodir. Shap cho'ntagiga solyapti.
Sal qoldi ya. Rodri. Shoot. Abduqodir zo'r o'yin o'tkazyapti albatta har doimgidek. Hoppa! Ko'ynagini, futbolkasini yirtib yubordi. Albatta qo'pol o'yin. Qarab turing, urush bo'lib ketadi hozir. Haaland. Yangi futbolka olib chiqyapti. O'yin dahshatli tus oldi o'yin. Deri vardı futbolkasının yangisini giydi. Erling Haaland. Talaşçıyapti futbolkani. Yana bitta gol urib qo'ysa edi. Tepasida. Burchak to'pi. Ahlat jamoasi o'yinchisiga tekkan holatda maydondan chiqib ketdi to'p. Navbatdagi burchak to'pi ajomas gol bo'lib qolsa, Abduqodir Husanov bugungi o'yinda gol ursa yaxshi bo'lardi. O'yin dahshatli tus oldiki, butun stadion o'rnidan turgan holatda o'yinni tomosha qilyapti, ko'ryapsizlar? Hamma o'rnidan turib olgan. O'yinning 68-daqiqasi hisob 2-1. City oldiga chiqib oldi yaxshi. Voy! Qoyil Abduqodir. Ko'tsiz yana Abduqodir deb bordi. Mana shu bola yo'g'ganda gol edi hozir. Shu vaziyat gol edi. Jazoga tushyapmiz. Forward. Get up. Sal qoldi. O'tib ketib qolishiga. Oldu Abduqodir, zo'r. Oldu. Ketdi skors. Bernardo Silva bor degan yaxshi. Himoya chizig'i bo'sh qolgan ekanda shuncha achchig'i kelyapti. Hadi yurishsan deb. Abduqodir uzr so'rayapti. Ozgina kech qolib bordi o'shuning uchun. Mayli, hammasi yaxshi bolalar. Bugun yutasizlar. Atmosferani ko'ryapsizmi? Aura zo'r ekan.
urushib ketmasin dedim. Urushib ketmasin degandim. O'zi hidi kelayotgandi-da. Come on, referee! Oh! Al Congo y al Halan se tan pancho, pero la otra Ha, o'zi chanqabdi. Mana haligi baklashga Arsenal logotipi bor baklashkada. Asldan qo'yib yuborib tamachaga. Butun maydon o'rnidan turib qarshi cholyapti. Butun maydon e'tibor bering. Butun maydon o'rnidan turib Cherkiyni olqishlab kuzatib qo'yishyapti. Mana bu muxlislik madaniyati albatta. Ko'ryapsizmi, endi Doku uchib ketyapti, qanday olqishlar bilan kuzatib qo'yishyapti. Savinho uchdi o'rniga. Rodri'ni ham almashtiradi menimcha hozir. Yana o'rnlardan turib kuzatib qo'yishyapti Rodri. Olqishlar bilan albatta. O'yinning asosiy vaqtiga 7 daqiqa qo'shib berdi bosh hakam. Ko'ramiz nima bo'larkan. O'yinni ko'ryapsizmi, yo'qyaptimi? Birinchi marta kelishingiz zo'r bo'ldimi? juda ajoyib. Bo'lib ham e'tibor beryapsizmi bu yerda? O'yinchilar chiqib ketsa hammasi turib olqishlab kuzatib qo'yadi qarsalar bilan. Boshqacha, shukur boshqacha. Stadion. Bo'lib ham siz bugungi markaziy uchrashuvda bu. Birinchi marta Angliyaga kelib, markaziy uchrashuvda o'tiribsiz, aurasi stadionda muxlislik madaniyatini sezyapsizmi? Boshqachada aka, maza qilasiz. Hammaga nasib qilsin siz singari kelib maydondan tomosha qilishlik. Hammamizga. Aka tushyapti, aka. Sal qolyapti, Arsenal urib qo'ymasa bo'ldi ish qilib. Yomon bo'ldi, sal qoldi hozirgi ham. Hozirgina ani He's been replaced by our number 6, Nathan Ake. o'yinga qo'shib berilgan daqiqani oxirgisi o'tyapti. Bosh hakam hushtak choladi hozir. Va Manchester City jamoasi bugungi o'yinda 2-1 hisob bilan g'alaba qozonmoqda. Bayram boshlandi deyarli Etihad stadiumda. Mana eshityapsizlar. O'yin tugadi. Chullarni chol deyapti, o'yin tugadi mana. O'yin tugadi. Qo'shib berilgan daqiqa tamom bo'ldi. Choling endi. Ezvardizu. Va nihoyat. Bugungi muhim uchrashuvda Arsenal jamoasining ustidan ishonchli 2-1 g'alabasini qozonmoqda Manchester City jamoasi va o'ziga kerakli bo'lgan 3 ochkoni o'z hisoblariga yozib qo'ymoqda. Va bugungi uchrashuvda albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanov har doimgidek chiroyli o'yin o'tkazdi. Tabriklaymiz. Bir-birlarini tabriklashmoqda albatta. Chunki bu juda ham muhim uchrashuv edi. Atmosferani tomosha qiling. Bundan o'yin boshqa o'yin bo'lganda allaqachon muxlislar maydonni tark etayotgan bo'lardi. Bugungi o'yinda esa ko'rib turibsizlar, deyarli hech kim maydonni tark etgani yo'q. Chunki aytganimdek juda ham muhim uchrashuvda
Manchester City jamoasi ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Ruben Dias. Yaya Toureda akasi Abduqodir bilan. Taniganlar bormi? Qoyil yigitlar, qoyil. Ishonchli g'alabani qo'lga kiritdinglar. Albatta tabriklaymiz. Albatta bunday g'alabalar doimiy bo'lsin. Taniganlar bormi? Taniganlar? Har doimgidek yana o'g'li bilan kelibdi.